Ikkita motorlik BYD Han 3.9 sekundda yuzga chiqayotgan 610 km zapas qodiga ega, ofitsialnidan olingan qora rangda. Juda ham arzon narxga qo'yib beraman. Xo'p, mashinaning holati chotga zo'r turibdi, haydashga tayyor. Oldi kapot, faralar, broni plyonkalar qilingan. BYD yogurtlik, ya'ni ofitsialnidan olingan degani bu. To'rtta yangi pachka balon, даже yurmagan ekan ham baloni. Brembo tormozdan sistemali perforatsiyali pon diskalar. Mana shu tomonda skuter qirgani uchun kraska sepgan ekan, ichiga o'tmagan ekan. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olsanglar bo'lar ekan. Бесключевой слепой 360, pamit sидения, head-up display, abduf, abagiriflarigacha bor. Intistani tekshirilgan, 94% batareyka yomkisi, yurgan probiga ham 47246 bo'libdi, o'zini halol probiga. Katta monitor, ruscha, o'zbekcha tekstlargacha bor. Orqasida ham monitorlar bor, polniy biznes klass. Agar kirapra qilaman deyotganlarga ham zo'r variant. Ofitsialnidan olingan, garantiyalari ham bo'ladi adashmasam. Master akkauntlargacha bor. Narxi 26700 bosinglar.